Javohir bolam, men mana shu o'yin g'alaba bilan tabriklayman. O'zbek farzandi, yangi O'zbekiston nimaga qodir ekanini dunyoga tarannum qilganing uchun men faxrlanaman bolam. Ilohim mana shu butun yo'llaring bardavom bo'lsin. Ota-onang, bobolaring qanday xursand bo'lsa, men ham ilohim yaxshi kunlaringda sherik bo'layin. Tabrik. Rahmat. Rahmat, xudo xolisa bu o'zbek shaxmatchilarining turnirining boshlanishi. Biz nasib jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman. Rahmat, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Ilohim mana shu niyatlaring bardavom bo'lib, niyatlaring amalga oshsin. Rahmat senga bolam. Men so'zga chiqayotganimda menga olib kelishdi, e'lon qildim, butun respublikaga e'lon qildim. Boya ko'rdim videosini, to'g'risi juda ham hayajonlanib ketdi. Juda ham katta rahmat shunaqa. Tabriklayman bolam. Bu hammamizga g'urur bag'ishlaydi. Mana shu o'zbek farzandi biliming bilan, shijoating bilan mana shunga erishding. Men senda farzandim borligidan yana bir marta faxrlanaman. Tabriklayman bolam. Hech shubha yo'q, men ishonaman bunga. Sog' bo'lgin. Eson-omon yetib kelgan vatanimizga. Bobol bilan. Javohir Sindorov shaxmat bo'yicha Jahon Kubogi chempioni bo'ldi. Hamyurtimiz Hindistonning Goa shahridagi FIDE Jahon Kubogi 2025 finalda xitoylik grossmeyster Wei Yiga qarshi bahsni o'z foydasiga hal qildi va turnir chempioniga aylandi. Bu orqali u $120 ming ham o'ziniki qildi. Yana bir muhim yutuq Javohir 2026-yilgi nomzodlar turniriga rasmiy yo'llanmani qo'lga kiritdi. Javohir 19 yoshida bu natijani qayd etdi va tarixdagi eng yosh chempion ham bo'ldi. Bundan 21 yil oldin Rustam Qosimjonov ham jahon chempioni bo'lganda, o'shanda hamyurtimiz 24 yoshda bo'lgan. O'zbekistonga tarixiy natijani olib kelgan Javohir Sindorovga omad tilaymiz.